Assalomu alaykum bola, yaxshimisiz? Turmushda sizlar bilan Odilbek Dilsiz bola. Bugungi videomizda sizlar bilan biz Dermilik Chopker 2026 o'yinida 50 ta jarimadan 20 ta gol ursan yutasan challenge'ini olamiz do'stlar. Videoni boshlashdan videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Qanday uzrlikni boshladik do'stlar. Do'stlar, qanaqa video montaj bo'lmaydi. Men shu qanaqa jarima bo'lsa ham tegib ketaveraman. Mana bu birinchi jarima zarbasi gol. Hozir birinchidan jarima zarbasi gol bo'lmadi. Endi ikkinchisi ozroq qoldi do'stlar. Bosilib ketdi. Uchinchi penalti ham seriyasi bo'lgan. Do'stlar, Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. 1-2 ga ozroq qolgan do'stlar, Telegram kanal har kuni obunachilar bilan birga bir challenge qilyapman va 5 tadan bitta gol do'stlar. 5 tadan bitta gol yaxshi. Lekin 20 ta urishim kerak-da bolalar. 7 tadan bitta golda. Bu turishda hayotda urolmasam kerak. Bu 8 tadan bitta gol. Yaxshi. Tadan 2 ta gol. Voy, 10 tadan 2 ta gol. Nima qilyapman? 11 tadan 2 ta gol do'stlar. Gol, dahshat gol. 13 tadan bu hisobga olinmasa kerak, chunki bosilib ketdi. Men qaramay qoldim. 13 tadan 3 ta gol deganim. 14 tadan 4 ta gol. Yaxshi. Voy, shtanka nima qilyapti bu? Uy, 16 tadan 4 ta golmi? To'xtaylik, boshqa futbolchi teptirmasak bu urolmayapti bu. Erling Haaland yaxshi tepadi. Bu ham zarbasi kuchli va gol urmoqda. 17 tadan 5 ta gol. Ozgina xato. Bu golmikani? Yo'q. 19 tadan 5 ta gol, 20 tadan ishtanka hali o'yin tugamadi. 20 tadan 5 ta gol. Yana 15 ta urishim kerak-da do'stlar. 21 tadan 5 ta gol yaxshi. Bu xatomi? Yo'q. Yaxshi. 22 tadan 6 ta gol bo'ldimi? Bitta ham adashib ketgan bo'lsam uzr, lekin bolalar, ilkdan sanab boshqa qiyin. Do'stlar, uzr so'rayman. Telefonga qolib hisobga olinmaydi. 24 ta bo'ldimi? 25 ta bo'ldimi? Mana 25 tadan mana bu ursa 8 ta gol bo'lsa kerak-a? Yo'q, 7 ta gol bo'larmikin. 7 ta. Davay, shuni ursak 8 ta gol bo'ladi. 26 ta bo'ldi. Mana bu 27-si. 20 ta gol ura olamanmikan bolalar? 29 ta bo'ldi. 9 tadan 29 tadan 7 ta gol. 8 ta gol 30 tadan. Yani 20 ta qoldi. 12 ta urishim kerak-da. 20 28 ta qoldi. 9 ta gol yaxshi. Bir yaxshiroq tepadigani yo'qmikan? Barkolya, Mendish. Do'stlar, Mendish ham zo'r tepadi deb ko'ryapman Mendishga. Hammasi musurkasi chiqib yotibdi. Ko'rlardi. Yaxshi. Nechta qoldi? 24 ta qoldimi? Yo'q, 26 ta qoldi. 10 ta gol. Uy, golmi? Nahotki 23 ta qoldi. 10 ta gol. Yana 20 tadan 10 ta gol ursam. Yaxshi, zo'r gol do'stlar. 22 tadan gol qoldi. 12 ta urdimmi? Ha, 12 ta urdim. Yaxshi, 8 ta gol qoldi do'stlar. Golmi? Yo'q, seyf do'stlar. Keyin 21 ta qoldi. 8 ta gol urishim kerak. Yaxshi. Darvoza to'sini. Yana xato. Golmi?
Endi qanaqa zarba berdi? 7 ta gol qoldi. 19 ta tepishim kerak. Yaxshi. 18 tadan 6 ta gol qoldi. Yaxshi. 15 tadan 6 ta gol qoldi. 14 tadan 6 ta gol qoldi. Yaxshi. Urishim kerak. Haydi. 13 tadan 6 ta gol qoldi. Vaziyat urmasak. Boshqa qanaqa vaziyat tug'ilmasa kerak. 13 tadan 6 ta qoldimi? 12 tadan 6 ta xato qilsam, Parkolya Fernandesga tepdilar qandosa. Yaxshi. 11 tadan 5 ta qoldi. 10 10 tadan 5 ta. 10 tadan yo'q. 10 tadan 9 ta qoldi. Mana bu 9 tadan 4 ta qoldi. 8 tadan 4 ta qoldi do'stlar. Voy, 7 tadan 4 ta qoldi. Afsuski, juda xato. Juda xato. 6 tadan 4 ta qolyapti. Juda qiyin do'stlar. 5 tadan 4 ta qolyapti. Do'stlar, bir daqiqa pauza qoldim. Voy, nechta qoldi? 5 tadan 3 ta qoldimi? Ha, 5 tadan 3 ta qoldi. Voy, 4 tadan 3 ta qolmoqda. Do'stlar, 2 ta xato qilsam, shu yerda o'zida rasvoda. Rasvo. Bitta xato qilsam hozir do'stlar, juda qiyin qo'limga tushib qoldim. Afsuski, endichi. Voy do'stlar, afsuski challenge yutolmadim. Bitta xato qildim. Hali oxirgacha 2 ta qoldi, 2 ta. 3 ta urishim kerak, 2 ta penalti qoldi. 2 ta qoldi. Oxirgisi. Hatto shuni urib qo'yaylik. Yo'q. Ha, mayli do'stlar. Bo'p turar ekan. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar. Bu challenge-ni hali qayta olaman. Atak 3 ta penalti qolib ketdimi? 3 tami gol ura olmay qoldim. Keyin yaxshi, 17 ta gol urdim 50 ta penaltidan do'stlar. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Balki ozroq qilgan hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.